Assalomu alaykum hammaga. Bu dars emas, bu ko'proq darsi ham bo'ladi-yu, bilmaganligi o'rnak, bilganligi yana qaytarma bo'ladi. Bu xatolarni islohot qilish, bitta ko'rib chiqish, ya'ni xatolar bormi, yo'qmi? Mana bizga mana proyekt yuborishgan. Aytganda, agar sizlar ham tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki o'zingizlar uchun boshqa yoki qanaqadir standartlar bo'yicha to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi, bitta agar o'zingizlarni kuchingizda bilmoqchi bo'lsangiz, qanchalikligini yuborib bersanglar, bitta ko'rib tahlil qilamiz. Xatolar bo'lsa, xatolar yetiladi va bitta sizga emas, boshqalarga ham uni foydasi bo'ladi. Ya'ni bu proyektdan xuddi shu nimada chiqarilyapti, niyatda chiqarilyapti. Demak, mana chizilgan. Buni birinchi bo'lib, tak qaranglar, kromka подборный дорогой, kromkasini ranglarini keltirib olamiz. Hop. Birinchisi ikkita kromka, bir xil kromka ikki xil qilib berilgan 2 marta. Hop, kashmir rangi qo'yamiz. Lion desada seriyaga yaqinroq rangi edi. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Belgi gladki oq bo'ladi. Ultra dekor kashmir, bu yerda qaranglar, 5 li ham bor ekan, MDF ham bor ekan. BSP ham MDF ham bor ekan. Mana rangini olamizda, ko'chirib qo'yamiz. Tahlil qilishdan oldin shunchaki o'zimizga qulay qilib olamiz. Bu siz ham tahlil qilsa bo'ladi o'zi. Shunchaki seriya qilamiz. Oqni oq. Bu shunchaki rangli shakl. Demak, ajratib oldik. Mana bu joyimizda bizda lion ekan, qolgan hammasi kashmir ekan. Uzr, telefon bo'lib qoldi. Tak, boshlaymiz. Birinchi men ko'rgan narsa hali botga e'tibor bermasdan pozitsiya, qaranglar. Pozitsiyada nollar juda ham ko'p-da. Buncha nol kerak emas mana pozitsiyada. Bu yerda nakleykada chiqqanda bir tala son bo'lib chiqadi. Bilmaysiz qanaqa nakleyka chiqishini. Buni to'g'rilashga ko'rsatib qo'yaman yo'lini. Xo'p. Расстановка pozitsiya. Katta son bo'lmasligi uchun 1 2 turibdi bu yoqda va mana bu yerda сравнивать-da mana buni yoqib qo'yish kerak. Bunda ham ochiq ekan, chunki buni men anaqa ishlatmaganim uchun. Tak, bu количество символов обозначения сборной единицы bitta, tagiga ham bitta yoki ikkita qo'ysak bo'ladi. Okey. Mana bu ham 001 ga qo'yib qo'yasizlar. Так, наименование панели, облицовка класси. Bularda umuman menda galochka turmagan ekan, bilmadim. Hali esimda yo'q buni. To'g'rilagandan keyin olib tashladim, bundan oldimmi? Okey. Olib tashlab boshqatdan qo'yib qo'yamiz. Mana. Endi mana tushunarli bo'ldi. Birinchisi mana popka bo'lib ketgan. Mana popkasiga beryapti. Bu yerda yana bitta xato. Ikkita сборочный единица ichida yana сборочный единица turibdi. Mana bu asosiysi сборочный единица bo'lishi kerak emas. Mana bu сборочный единица bo'lib turishi kerak. Ya'ni bu yerda nomlashgan, bu bir nechta joyi, bitta uy mebelini bir nechtasini bitta joyga taxlashgan. Mana bunga сборочный единица kerak emas. Ya'ni bu nakleykada asosiy yozuv bo'ladi. Mana bu duxovka so'zi keyingisiga va mana bu chiqmasligi mumkin. Faqat mana bu turadi. Va mana buni har doim nomlash kerak. Mana baka deb yozilgan, lekin mana bu nomlanmagan. Bular ham nomlangan bo'lishi kerak. Tak, boshladik. Hop. APC 3 mi nima turibdi bu yerda? APC 3 bunda ekran turibdi. Bu bilmadim bu. Bitishga bo'lsa kerak. Bu mayli, buni APC ga ilsa bo'ladi, bilmasa ham bo'ladi. Muammo narsa emas. Hop, eccentric, shu biz qiladigan tartibda tagiga nakladnoy berilgan va eccentric berilgan. Bunga iloji bo'lsa shkant berish kerak. Ya'ni shkant berish sababi botda shart emas-u. Hozir bundaqa yonma-yon bokovina bo'lsa, mana bir-biriga tortilganida mana bu zazur bo'lib qoladi. Agar shkanti bo'lmasa ochilib qoladi. Birinchisi mana shu joyda shkant bo'lishi kerak. Almashtirib ko'ramiz. Mana shunaqa razbor polotov qilganda ancha tajriba egasizlar.
aynan shunda ko'p narsa ko'rinadi va kelajakda o'zinglar ham shu xatoni qilmaysizlar yoki sizlar qilgan xatoni boshqalar qilmaydi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak shkanti bilan. Mana. Hop, davom etamiz. Keyingi xato bo'lsa agar. Demak, yaqinda shu dars qildim, bu yerga pech tushadi, adashmasam. 60 ga 60. Ashta nima ko'ryapsizlar hozir? Qaranglar, men pech qo'yib beraman, bittada ko'rasizlar. Произвольная для кухни, духовой шкаф. O'zinglar bilan yasaganimiz. Ustiga chiqaramiz buni. Tak, demak, buni sentrovka qilamiz-da. Duxovka shkaf qo'ydik. Hammasi yaxshi, hammasi tushib turibdi. Birinchi muammo mana pastida boya aytganimdek kamida 5 mm berish kerak. Va bu yerda ikkinchi muammo, duxovka shkaf yaxshi joyiga tushadi, faqat qotiradigan joyi yo'q buni. Ya'ni baka agar shunaqa qoladigan bo'lsa, misol uchun mana bu baka. Buni qotirib bo'lmaydi bunga, ichida baka yo'q. Qarang, ikkita baka. Hozir videoda qilib o'chiraman, ko'rasizlar. Qaranglar. Bu endi tegadigan anaqasi, bu polkaniki hech narsa emas. Mana bu yerda samarezi bo'ladi. Samarezi qotiradigan joyi yo'q. Ishlamagan. Yo buni ichidan yo bakani surish kerak, eshikni kaltalash kerak yoki bu yerdan yana bitta planka berish kerak va bunga qotirib qo'yiladi bu planka. Chizib qo'ya qoling. Shu narsani bizda shuni yasagan odam ham ko'radi. Uslovni mana. Mana bunaqa darajada berish kerak buni. Tushunmadim, nima bo'lyapti bunga. Buni bu yerda chuqurlik yo'q ekan, shuning katta kichkina bo'lmayotgan ekan bu. Mana bu narsa kerak bizga. Bu nol ekan bu. Ya'ni mana shu plankani bunga qotirishadi va bunga pech qotirib olsa bo'ladi. Hozir shu turishidan vaziyatdan chiqishi yo'li. Davom etamiz. Demak, mana bu nima bizda? Hop, bunda petlar ham yo'q, ishlamaydi, tushunarsiz. Agar eshik bo'ladigan bo'lsa, bu mana bu zazor ko'rmayapman. Mana bu zazor bo'lishi kerak. 1.5. 0.5 bo'lganda yaxshi-da, 3 ta qilasizlar. Bir tursa, mana shu ish qila olmasdinglar, 1.5 tushira olmasdinglar. Shuning uchun 0.5 turadi ko'p. Professional darajada ishlaydigan ba'zi ishchilarda 0.5 turadi shak har doim va har doim setka yoqib turadi mana shunaqa ishlar uchun. Ya'ni bu 1.5 dan hamma tomondan tushishi kerak. Bir, ko'p bo'lib ketdi. Va bunga petla qo'yib qo'yish kerak. Ichiga polka ham qo'yib yuborish kerak ekan. Ichiga polka qo'yib, agar kargo bo'lmasa, bu kargo bo'lsa, unda mana fasadi ham mana shu 1.5 qochib turish kerak, mana bunga tegmaydi va ishlashi oson bo'ladi. Chunki mana bularda bor zazor. Mana bu eshik berilgan. Davom etamiz. Agar foydasi bo'layotgan bo'lsa, like chiroyli bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu yoqda endi bizda bu yerda nima bu? Buni orqasida buni bunaqasini zamerini ko'ruvdim. Ular zamerida buni orqasida turbo o'tadigan joy berilgan-da, mana bu yerda turbo o'tib ketgan. Shuni o'zini belgilaymiz va mana bu yerda turbo o'tib ketgan va oxirigacha mana shu narsa joyida kesiladi. Endi bu yerda boshqa savol tug'ilyapti, qaranglar. Mana bu ekranlarni
qo'ygandan keyin buni devorga qanaqa qilib qotiradi? Buni devorga qotirish yo'li o'ylamaganda hozir o'tdi. Zo'r yo'li Rafixga o'tkazib yuborish kerak. Ya'ni Rafix bu tak bizda hattoki yasamagan ekanmiz ham Rafixni. Polka держатель bor, o'sha unaqali. Mesaniki yasab olamiz, bo'lmasa Rafix yasagan bo'lsak bo'ldi bo'pti. Skachki yasamagan ekanmiz, buni ham yasab olamiz. Demak, tak x 9,5 d bizda d yo'q Rafixda. Hop, h chuqurligimiz 8 mm bo'ladi. 9 bersak ham bo'ladi, ertaga yoravermasligi uchun. Tak, demak y bizda markazi ham 8. Tak, d1 mana bunimiz 5 bo'ladi. Samarez bo'ladi. Tak, chuqurligi 12,7 qilamiz. H1 adashmasam. Yo'q, H1 mana bu ekan. H1imiz bizda 8 9 qiluvdik. Tak, buni 12,5 qilamiz. Qoqib qo'yamiz bo'ldi. Tak, diametrimiz 20 bo'ladi. Va buni chuqurligi bizda 12,7. Mana Rafix paydo bo'ldi. Ya'ni Rafixni mana bu narsasini markazi mana bu 9,5 da bo'ladi. Bu polka держатель, shunda bir-biriga kiygizib qo'yilgan polka держатель. Bunga крепеж, mesan va bitta ekan. Для кухни замки, крючки, монтажные ножки, петли, эксцентрик. Bitta yo'q ekan. Demak, eksentrikga qo'shib qo'yamiz. Ko'pga qilsak ham bo'ladi. Rafix inson bu 20 mm-ligi. Adashmaslik uchun обозначение deb turamiz. Tak, demak bo'ldi, qo'shdik. Furnitura Eccentric Graphics. Rangini berib qo'yaylik. Tak. Stashki Graphics, okey. Так. Симметрично. 64 da boshlansin bu. 600 gacha ikkita. 900 gacha 3ta. Hozir keragicha qo'yib turaylik, keyin kerak bo'lsa yana qilamiz. Stashki Graphics. Bunisiga ham Graphics qilamiz. Ya'ni polka держатель yaxshi tarafi mana tushdi. Buni oldi orqasi farqi yo'q, o'girib ham qo'yib yuborsa bo'ladi, chunki simmetrichni tushgan va yaxshi tarafi agar bitta baka bo'lsa ham sizlarda bu 8 bo'ladi va bir-biriga borishini taqaladida ikkita tomonga ishlaydi. Polkani bitta ratda qo'ysak ham bo'ladi Rafixda. Rafix nima deydiganlarga? Rafix mesan. Umuman ko'rmagan, tushunmagan odamlarga mana bu narsa bo'ladi. Mana buni eksentrikligi bo'ladi, qotiradigani va bu sizi bo'ladi mana bunisi. Bizning holatimizda mana bitta mana shu qulay. Bu bir taraf devorga qotiriladi va mana bunaqa ilib qo'yiladi mana. Shunaqa ishlanadi. Bu ham eccentric соединение deyiladi, faqat buning nomi Rafix. Va bunga polkani orqasida, misol uchun teshik berib qo'ysak bo'ladi. Так, сквозные параметры добавить 20 mm qilamizda. Naminovaniyya furnitura kerak emas hozircha. Testi skazning 20 mm. Bu furnitura emas, shunchaki teshik. Va buni mana bunaqa narsa qilib qo'ysak,
polkani orqasiga 20 emas 15 bersak ham bo'lar ekan, polkani orqasida ko'rinmaydigan qilib. Mana shuni o'zida chizaveramiz. Endi rovni faqat chizib turib razmetkaga qo'yasizlar. Bu ertaga mana shu rafiksni tortib chiqarib olish uchun kerak bo'ladigan teshuvlar. Nimagadir yechish kerak bo'lsa, mana orqada stenkasini ham yechib olsa bo'ladi. Demak, bu tushunarli. Pastini ko'rmadik, pastida nima xato? Tak. Mana bu yoqda to'lg'izilgan. Oshxonaning tegi bo'lsa kerak, buni tagida shtima bu yo'lga o'xshab, bitta mana bitta nima bor ekan. Moyka yo'q. Moykani korpusi ham yo'q. Demak, moyka alohida tursa kerak yoki o'tga qanaqadir boshqa narsa yasalsa kerak. Xo'p. Bo'ldi. Ikkitasidan o'tdik. Xo'p. Bu bu yerda nima turadi deyishdi? Pech turadi. Oddiy mikrovolka bilan pech o'zi o'sha mijozni razmeriga to'g'rilangan. Demak, buni tugatdik, bo'ldi. Bu joyiga men aralashmayman, chunki razmeri ham yo'q menda. Buni ham mana o'tib chiqdi. Mana endi qotirsak bo'ladi. Xullas, devorga urib olinadi, ushka bilan, nima bilan bo'lsa ham urib olinadi devorga. Keyin ustidan ekranni taqib qo'yiladi va uni polkasi qo'yiladi. Va albatta polkada 1 sm zapas berib ketish kerak bo'lgan. Taqab qo'yilgan. Agar rafik sal millimetrga ishib qolsa ham eshik yopilmaydi. Buni 1 sm ga qisqartirib qo'yish kerak. Bo'ldi. Mana bu joylar endi bu yerda turbalar o'tgan ekan, bu shunaqa yasalgan ekan, bu mayli. Xo'p, mana bu yerda mana bu xolodilning joyi bo'lsa kerak. Tak, xolodilnik. Hop, demak, bu birinchi e'tibor beradigan narsa vent kanali yo'q bu yerda. Xolodilnikda esingizda bo'lsa, men ko'rsatgan edim, adashmasam, vent kanal bo'lishi kerak. Bu yerda mana shu fragmentga hali yetib kelmaganmiz. Okey, yo'q. Vent kanal orqasida 5 sm ochuv bo'lishi kerak. Bu yerda hattoki 5 sm ochishga imkon ham bor ekan. Antresolga har doim ham mana bunaqa qotirishga naves kerak emas. U o'zingizning ixtiyoriy narsalar. Xohlasanglar qilasizlar, xohlasanglar qilmaysizlar. Bu yerda o'zi bu furnitura yordam bermaydi. EPS 3 olib tashlaymiz. Xullas pastdan tepagacha mana shunaqa chiqish kerak. Yana bu yerda yaxshi tarafi mana bu keyin eksentriklarni to'g'rilab olishadi. Lekin buni biz kirgizib qo'ysak, havo tepaga ko'tariladi. Shuning uchun vent kanal qilib qo'yiladi. Vent kanal qilgandan keyin issiq havo bitta joyda dimlanib qolmaydi va xolodilnik buzilmaydi. Shunaqa tepaga chiqib ketadi. Mana bu ekan, mana bitta ekan. Qarama-qarshi oshxona bo'lsa kerak. Demak, shu tarafga o'tamiz. EPS 3 ga qo'yilgan, hammasi ekranda, ko'rinmaydigan joyi yevroda qilingan. Mana shu yaxshi. Shart emas, ko'rinmaydigan joyga eksentrik ishlatib qimmatlashtirib o'tirish. Tak, bu yoqda polka держательda. Men polka держательni xohlasanglar rafiksga, xohlasanglar oddiy polka держательga o'tkazsanglar bo'ladi, lekin oddiy polka держатель og'irlik ko'tarish kuchi kuchliroq rafiksga qaraganda. Rafiks ko'proq shkaf ichiga va og'ir narsa qo'yilmagan joylarga ishlatgan yaxshi. Bo'tga og'ir narsalar qo'yilishi mumkin, grafillar, har xil kilolab narsalar. Shuning uchun polka держатель bo'lgan yaxshi. Tak, mana bitta. Bu taqab qo'yilgan. Aytaylik, furnituraga almashib qoldik, furnitura noto'g'ri tushib qoldi. Mana bu joyi bizda juda kam zazor, mana buniki taqalib qoladi, yo o'tib ketadi. Ya'ni keyin kesish kerak buni. Shuning uchun buni qisqartiramiz. Bitta yashik boshqacha yasalgan ekan. Ko'ramiz. Qisqardi. Sal qisqartirib berish kerak. Hozirgi o'sha современный оборудованиеlar nimalar? Mashinani kromka qilish imkoniyatini beryapti. Shu shkant bor ekan, mana hozirgi paytda ko'pchilik qo'yapti shkantni. Shuni 2023-yil olib chiqqanimda haqiqatdan o'zimizga ham juda qulay narsa edi, ko'pchiligiga mana shu narsa foyda bo'lgan. Kerak emas bo'lsa olib tashlab, eskicha yo'li bilan qotirib yuborishadi. Tushdi. Shunaqa narsa. Bu tarafdan xuddi shu xato. Endi men buni ko'rdimmi? Bu nimaga bunaqa kichkina bu? Bu fasad katta-ku. 377 lik fasad. 377 liga 12 talik tortma kamda bu.
Так, bunda tak korpus ящика katta qilsa bo'ladimi? Bo'lmasa instructions. Tak 140 bo'lsa 120 ga ko'tarib qo'yaylik. Qaranglar, agar bu MDF bo'lsa, buni nima deyiladi? MDF bo'lsa, bunaqa katta qilmanglar. Hamma masalasiga ham zo'r ishlab ketmaydi ozgina vaqt o'tgandan keyin. 40 qilib qolaylik. 50. Xo'p. Tak, 190. Ay yo'q, 190 ekan ham. Buni yana biza birzon ko'paytirib 30 lik qilib ko'raylik. Mana shu atrofda qilsanglar bo'ladi. Mana shu optimal variant. Sal pastroq tushib turadi, ruchkani xalaqit bermaydi. Va ichida ham kattaroq yirikroq bo'lib turadi. Chunki katta tortmani ichi ham katta bo'lishi kerak. Agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana faraz qilaydi. Mijozga olib bordinglar. Birinchi muammo mijozdan gap eshitasiz, hamincha kichkinadir. Ikkinchisi, mana bu fasad ruchka mamtga qo'yilsa, mamtni o'zidagina ikkita samolyot tushib turadi. Oldiga tortib, qiyshaytirib yuboradi. Yulib olish ehtimoli ham juda katta. Shuning uchun balandroq bo'lishi kerak. Shu joyini biz qilamiz. Buni ham shunaqa ko'tarib qo'yish kerak. Tak, boshqana orqasi nima chiqaloq bermasa kerak hech nimaga. Xo'p, oldida plankasi yo'q. Nega oldida planka yo'q? Katta anaqani. Bitta planka bo'lishi kerak. Bo'lmasam eshikning tepasi ichkariga kirib ketadi, qiyshayib. Ayniqsa bu yerda ozgina bo'lsa namgarchilik bor. Tak, okey, bizda bor edi adashmasam. Birinchi etaj, texnik qo'shimchalar, korpus detallari mana. Endi bu yerdan tafol bo'yatibdi. Qo'yib turamiz bu joyga. Plus mana shu planka kerak. Bu yerga planka qo'ymasdan bitta korpus yig'ganda mana ikkita tomonga tortib ketish ehtimoli katta bo'ladi va eshikni nastroyka qilib bo'lmaydi. Umuman nastroyka qilsa bo'lsa ham, mana buni ushlab turadigan nimadir kerak bo'ladi planka. Diagonalda umumiy. Va albatta yopganda petla tegib qolmasligi uchun hop. APC uch, italiano fermento. Balki nimadir ko'rmay o'tkazayotgandirman, asosiy shu standartlar bo'yicha ko'rib chiqyapman. Hop, bu yerda podsvetka ko'rdim men, podsvetka. Mana bu yerda adashmasam santexnika shekilli anaqa. Kotelniy. Kotelniy bo'ladigan bo'lsa, kotelniyni hozir rasmiy esimga tushdi. Bu yerda kotel va tagida turbalar o'tgan. Bu mana buni olib tashladi bu yerdan. Umuman bo'lmaydi. Mana shu joyi razmerini ko'rgan edim, bitta ko'rib chiqqanimda. Bu undan ko'ra unaqasi polka beriladi. Bunga polka beriladi va yana bitta narsani mana shu yerda bunaqasiga polka berib chiqasizda, bu orqasidan ozgina ko'tarib qo'ysanglar, narsa tushib ketmaydi. Ikkinchisi, mana bu devorda faqat esimda nechi edi, adashmasam 20 sm edi va mana bu yerdan kotelniyning anaqalari turbalar o'tgan. Buni mana qilib berish kerak. 20 sm ga qisqartirsa bemalol yetadi. -200 va shunda kotelniydan chiqqan turbalar boshqalar mana bundan o'tib ketadi. Mana bu o'zi 25 mida 30 sm bo'ladi, eniga 40 sm bo'ladi kotel va uni tepasida taqalib chiqadi. 15 sm lik nimasi gofras. O'shanga 20 sm tashlab olamiz va bu yerda o'tgan turbalar va hokazolarga ham xizmat qiladi mana shu.
Agar bunaqa qilmayman desanglar, razmerni o'lchab olasizlar-da, o'zidan kesib berib yuborasizlar o'sha joy. Bo'ldi. Bugunlikda qilib oladi yoki joyida to'g'rilab oladigan narsa bo'lishi kerak emas. Bunaqa detallarga presetga berib ketish kerak. Buni misol uchun ko'proq qo'yaverasizlar. Chunki orqasiga turbaga ham, anaqaga ham bemalol joy qoladi. 30 sm joy qoldirsanglar yetadi. O'zi borganlarda o'lchab olganlar yaxshi chuqurligi nechi va o'shandan kelib chiqib syomniy polka qo'yasizlar. Misol uchun buni rafiksga qo'ysanglar, qo'ygandan oddiy polka dvigatel qilsanglar bo'ladi. Bu qornini diagonal ushlab turibmiz. Davom etamiz. Qanaqa yasalgan bu? Modulni emas ekan, menga modulni ko'rinadi. Hop. Mana bu joyda xato bo'ladi ko'pchilikda. Turba avval shundaymi? Mana shunchaki ozgina surib qo'ysa oldinroq. Ikkita samarangiz to'qnashmaydi. Hozir ikkita samarang o'pishib qoladi bu yerda. Shunda bitta liniyada bo'veradi va kiyim ham sig'averadi. Oldinroq orqali surib qo'yiladi. Xo'p, bu juda yaxshi qilingan, faqat shkant berish kerak. Iloji boricha o'zim ham yevroga ham shkant berib qo'yish kerak. Bu yerda tizzada bo'lsa ham odam bosib olish ehtimoli katta shkaflardan. Narsa otganda sal oyoqda bosib olish, shuning uchun mana shu joyda ham silinni qo'yib olish kerak. Tepa taraf yevroda bu orqalari ekran ekan. Ko'rinmaydi. Ekran katta kelgan. Bunaqa katta ekran buni nechi bu? 1368 buni presadishni stanokka ham tiqib olmaydi. 1368 eniga va presadga berilgan lekin. Demak, mana bu yevron o'rtasiga olib kelamiz buni. Ikkiga bo'lib qo'yamiz. Xo'p, presadkasini keyin o'zingiz qo'yib yuborasiz bunaqa joyda. Mana. Ekranni hech qachon 1200 dan katta va shu umuman o'z 1200 dan katta buni ko'tarib olib kirishi kerak uni joyiga. Ekran qilgandan keyin mana bu o'rtada stoyka bor. Stoyka bo'lmasa ham o'rtadan chizuv tushirib bo'lib olsak hech nima qilmaydi. Misol uchun bu mamata o'rtada stoyka yo'q, chizig'imiz rovni kelsin desanglar, mana bu polkaga berib qo'yasiz ustiga. Bo'ldi. Mana polkaga ham berib qo'ygan ma'qul bo'ldi. Polka tegmagan ekan bunga ko'rasizlar. Bu yerda bitta xato bor ekan. Tak, жесткий соединениеda qaranglar mana. Yevroda buni surib bo'lmaydi, polka держатель, lekin orqasida farqimiz bor ekan. 0.5 bo'lib qoldi va oldiga chiqib ketgan ekan bu. Ertaga bu muammoning zo'ri bo'lardi ishlab chiqarganda. Muammoni zo'r kelib chiqardi. Eshigi ham yopilmasdi. Tak, demak, bo'ldi. Shundaylar ekranni katta qilish kerak emas. Presadishniy stanok eniga 1200 oladi, uzunligi, list uzunligi 2800 yoki 3 metr. Mana bu yerda xuddi shu muammo bor ekan, biz ko'rib qoldik. Oldiga chiqib ketgan. Keyin iloji bo'lsa, polkani bunaqa taqab bermanglar. Bo'lmagan 2 sm kirgizib qo'yish kerak. Tushuntiraman nimagaligini. Odam malki kiyim, sharf balo battar ilishi mumkin-da, polka bo'lgandan keyin. Bu sharflar, lattali narsalar oldiga osilib qolishi mumkin. Oldiga osilgandan keyin eshik yopilmaydi. Eshik ozgina tashqariga ochilib turadi. Ertaga ishlatayotganda, ana shunchaki uyda yig'ib qo'ygan shkaf funksiyasi yig'ilib turish bo'lsa, shu yig'ilib turgan narsaning eshigi ochilib xunuk bo'lib turadi. Shundaylar, bu hammasini ekran, misol ekranda xato bor. Tepa muammo emas, buni ko'tarib olib kirsa ham bo'ladi va buni gabaritlari ham sig'adi. Presadishniy stanokka. Mana buni lekin gabarit sig'masdi. Presadga berganda foyda yo'q, endi unaqa katta qilib, keyin uni zilzambil og'irdan og'ir qilib qilganda. Yaxshi tarafi bitta taraf qotirib olib, qolgan ikkinchi taraf qotirmay turib ko'targandan keyin ikkinchi ekranni qotirib olsa bo'ladi. Ya'ni bu konstruksiyani yengillashtiradi. Qo'shimcha plyusi. Tak, bitta bu nimaga bu? 600 ga serialli mashinaga bo'lsa kerak.
Ha, mana bu narsa mana. APC 3 ga ilingan. Talani fermentoga faqat mana shu joyida chuqurligi 580 600 da xullas chuqurligi. Uzr, yana telefon bo'lib qoldi. Qaysi joyda to'xtagan edik ekan? Bu yerda men polkani gapiryapman. Ha, mana bu tagiga обязательно karkas yasash kerak hozir bu yerda, chunki chuqurligi 580. Mana bu APC 3 maksimum mana shu razmerga mo'ljallashgan. Mana shu razmerdagi narsani baquvvat ushlab tura oladi. Bundan kattasi oldiga oqib ketish ehtimoli katta. Endi bu yerda tagida misol uchun upor bor desanglar bo'ladi, yilib qo'ygan bilan turadi deb. Buni boshqa muammolar kelib chiqishi mumkin. Mana bu tarafida og'irlik bor-da. Mana bu mana nimaga yevro ulangan ekan mana. Mana shu yevroni yulib oladi. Katta ehtimoli bilan. Shuning uchun buni просто shu korpus o'zidan yasab, buni sal surib, mashga joylashtirib o'rgan yaxshi. Hattoki mana buni mana tominimda olib kelib, tom qilib, vkladnoyga nakladnoy qilib turib, olib kelib, shuni o'zidan chiqarib yuborsa, kamroq xarajat bo'ladi. Tak, buni uzunligi necha? 1400. 1400 ga ikkita noshka qo'yib bo'lmaydi. O'rtada ham bo'lishi kerak. O'rtada esilardan chiqmasin hech qachon. 800 dan kattalashgandan keyin iloji boricha o'rtaga qo'yish kerak. Bu to'g'ri, bakaga yaqin qo'yilgan. Yani bakaga yaqin qo'yilgan, o'rtasi osilardi. Chunki o'rtada stoyka bor. Mana shu stoykani butun og'irlik mana shu stoyka orqali shunga tushardi. Stoykaning o'zining og'irligi va hokazo. Orqa ekranining og'irligi shu qishaytiradi. Bu yerda ham shu narsa, bu yerda ham qorish kerak. Bu kichkinaroq ekan, 1142 ekan. Xo'p. Buni ekrani. Bu yerda ham mana katta bo'lib turibdi. Buni yarmidan qo'yib yuborish kerak. Hech nima qilmaydi chizuv bo'lib tursa. Hech qanaqa joyi yo'q, uni texnik imkoniyati o'rtasidan kesib qo'yib yuborish kerak. Bunaqa katta narsani ko'tarib olib kirish o'zi emas. Salkam bitta akril list 2800 li, ya'ni AGT. Bitta listada keladigan narsa. Kattaligi. Katta bu. Buni ham 2 ga bo'lish kerak. Hop, polkalar ham taqalgan, taqab yasamaylar hech qachon. Agar eshigiga kelib polkaga urilib to'xtaydigan bo'lsa, taqasanglar arziydi. Lekin bu yerda sizdan oqlaydigan hech nima yo'q. Nimaga taqagansan desa, eshik yopilmay qolganda oqlaydigan hech nima yo'q. Agar vkladnoy bo'lganda eshik ichiga kirgan va polkaga borib to'xtaydigan bo'lganda boshqa gap edi. Polkan qatgadir eshigim qatgadir borib tegib to'xtashi uchun, qiyshayib qolmasligi uchun taqab yasalgan desanglar. Tak, bu yerda eksentrik. Hop, ekrani bo'linsa yaxshi. Mana bu joyga ham shkant berish kerak ikkalasiga. Sababi mana ustiga qanaqa og'irlikli narsa tushishini bilmaysizlar ertaga. Va bu yerga misol uchun shkant qo'shib yuborsanglar, shunchaki mana shu yevroni yoniga shkant qo'shsanglar, qo'shimcha bir 20 kilo yana vesiz ko'tarishga imkoniyat beradi. Chunki tepasiga ham pastiga ham vkladnoyda bakasi tekis tushgan. Yoki nakladnoy qilish kerak edi bittasini. Nakladnoy qilib qo'ysanglar bo'ldi. Pastidagi ham nagruska bo'lmaydi, tepadagi ham uzilib tushmaydi. Nakladnoy degani ustidan tushgan degani. Bu ham xuddi shunaqa tegidan tushsa mana bu yerdan bunaqa bo'ladi. Bunaqa bo'ladi bu. Yevro teskarisiga qilgan bo'ladi. Bu bari ko'rinmas ekan, yonidan yevro berganga qaraganda yoni yopilib ketadi. Shuning uchun agar yonida bitta chizuv bo'lsa desanglar, mana eksentrik bo'lish kerak edi. Agar shunaqa holatda, eskicha holatda qilsanglar mana bunaqa shkant beringlar va mashitga. Shkant bitta bo'lmas funksiyasi, shkant shundan tashqari diagonalda ham ushlab turadi qo'shimcha. Katta narsa-da bu, ko'tarayotganda boshqada, masalan, polka держателda bo'lishi mumkin, faqat korpus bo'lishi mumkin HDFda. O'sha sinib, qiyshayib ketib, sinib ketishini ham oldini oladi. Eksentriklarda ayniqsa.
Tak, tepasida nima bu? Mana bu to'g'ri qilingan, oldiga qaratilgan eksentrik teshig'i. Ya'ni buni yig'ib olgandan keyin tepasini to'g'rilaydi, razmeri keltirib qotirib olgandan keyin ustiga plankani mana shu kleyni yopishtirib qo'yishga. Ha, planka просто kleyni yopishtirilgan, prisatkasi yo'q ekan. Bu nima kirib turibdi? Agar buni ham fasadi bo'lsa, balki krashenlidir, balki boshqa, balki profil fasaddir. Agar bo'lmasa, buni 2 sm oldiga chiqarish kerak bo'ladi. Fasad bilan baravar qilib. Mana fasad. Agar fasad bo'lmasa, mana shunaqa tekis bo'lib turishi kerak. Va yaxshi tarafi, buni noshkasi oldiga surilib ketishi mumkin hozir. Noshkasini orqaga surib hozir ko'ramiz. Mana noshkasi orqaga surilgan. Noshka to'rtdan. To'g'ri ushladim deb o'ylayman, orqasidagini ham kelib bitta qilib qolaylik. Keldi va orqasidagisi. Shunda tsokol ham bitta darajada to'xtaydi. Tsokol faqat bizada mana bitta bo'ladi-yu. Tsokol mana bunday bo'ladi, ichkariga kirib turadi bu yerda. Vizualizatsiyani ham to'g'ri qilish kerak. Sababi buni klient ko'rganda ertaga sizlardan mana bunaqa darajada ko'rganda kirib turgan narsa bo'lsa, kirib turgani bo'yicha qabul qiladi. Agar mana chizib qo'ygan bo'lsangiz, mana tekis chizgansan, u menga yorib bergansan, mana tekisligida qilib berdik. Lekin bu yerda tekisligi bizda xunuk, chunki mana bitta planka bor ekan. Chunki mana bu выгодныйroq. Tak. Dabor berilgan, dabor. Bu nima deb o'ylayman bu? Bak, yevro ekan bu. Pastidan yevro berilgan ekan. Nega bu yoqda eksentrikda, bundan oldingisida? Bunda yevro. Ichidan ko'rinmaydimi? Ko'rinadi yevro. Buni eksentrik qilish kerak. Bunaqa berish kerak. Qanday oxirida taqib olish imkoni bor. Qaraylik, eksentrikka bunga qotirib olib tepasidan kirgizmaysizlar, jufix ishlatasizlar. Eksentrikka bu plankaga kirgizib olib, mana oxirida 10 sm bo'ladi. Shuni ham tiqib qo'ysanglar, keyin qotirib qo'yaverasizlar. Kamroq joy kerak bo'ladi, ya'ni bunday aylantirib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ustida bir kontrolli plankasi bor, o'shanga moslab kesish kerak bo'lsa, uni kichkinaroq kesaverasizlar shunda. Kirgizib olish. Chunki 34 mm tepasidan kirgizgandan ko'ra, o'sha 34 mm kirgizib olib, tagida 10 mm bunaqasiga, 12 mm bunaqasiga tiqib qo'ygan yaxshi. Ko'rsatgan edim bir videoda. Tak, bo'ldi. Shu bitta xatolarni ko'rib chiqishimiz o'zi salkam yarim soat bo'libdi. Adashmayotgan bo'lsam, yo'q, oshibdi ham yarim soatdan. Juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar ishinglar bo'lsa, yuboringlar, bemalol ko'ramiz. O'zinglar uchun bilib olasizlar. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri bo'lganini.